Bugun sizlarga boshqa uy-joy savdolarida 125 ming dollarda so'ralayotgan xonadonni sizlarga ajoyib kutilmagan narxda baholab qo'ydik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi manzilimiz shaharda markazi, shundoqqina eski vokzalda orqa tarafida joylashgan 308 o'tli 2 etajlik hashamatli pishig'ish 100% pishig'ishda qurilgan xonadonni obzorga yetib keldik. Umumiy 7 xonadan iborat 3 ta sanuzel, oshxonasi uyning ichida, alohida mashinaga joylari bor, alohida so'rilarga joylari bor, uzum xomtelar, uzumlar chiroyli qilingan holatda огородlar, zelen zonalarga ega bo'lgan ajoyib hashamatli xonadonimizni sotuvga qo'ydik. Bir boshdan obzorni ko'rib boramiz. Qani bismillah. Mana bir kirganimizda birinchi o'ng qo'limizda kichiklar yotoqxonasi, lekin aslida ofis maqsadida ko'rib turganingizdek cho'tka holatda qilishgan. O'zini alohida isitish tizimlariga ega, ya'ni atapleniya qilingan, remontlari pokiza holatda. Xo'p, pastda bu kattagina ko'rib turganingizdek zalimiz, zalimiz. Mehmonlar kelganda mehmonlarni mana 20 kishiga yaqin mehmonlarni sig'diraverasizlar. Xo'p, bu tarafimizda bo'lsa, operatorimiz ko'rsatasiz, oshxonamiz joylashgan. Xo'p, xonadonimizning holati a'lo darajada, remontlari yaxshi, pokiza holatda. Olasiz, bemalol yashashsiz bo'ladigan holatda. Xohlovchilar eshiklardan almashtira olasiz o'zlaringiz uchun. Xo'p, bu yoq mana sanuzel qismimiz, birinchi sanuzel. Xo'p, pastki birinchi qavatda bitta sanuzel, ikkinchi qavatda sanuzel va tashqari tarafda umumiy sanuzel joylashgan. Bunisi past birinchi etajimizdagi ikkinchi yotoqxonamiz, kattalar yotoqxonasi. Xo'p, dekor plastik qilingan, shuni kirasiz, yashaysiz deyarli. Deyarli xonadonda ishi yo'q. Shu ba'zi bir kamchiliklarni qilib netisalaringiz o'zlaringiz uchun to'g'rilashingiz mumkin. Oyoq taylari 95% pataxtarom qilingan, illo mana shu yer ko'rib turganingizdek kafir qilingan. Bu yerda ham dekorativni chiroyli holatda qilib to'g'rilashgan o'zlari uchun. Xo'p, bu yerda gaz, svet, suv kanalizatsiyalari hamma yo'llari mavjud inshaalloh. Xo'p, kommunalliklardan muammo yo'q. Xo'p, chiqishimiz bilan tepada bizga yana 3 xonamiz qarshi oladi. 3 ta xonamiz spalniya qilib qo'yishgan. Xo'p, kirganimizda birinchi kattalar yotoqxonasi. Ko'rib turganingizdek, ajoyib chiroyli, pokiza holatda joylashgan joyi shaharda eng markazda. Aytib o'tganimizdek, eng asosiyini gapirmayapmiz. Mashalloh, 200 metr yaqinlikda masjid joylashgan. Farg'ona shaharimizda umumiy 8 ta masjid bo'lsa, shuni bittasi shundoqqa yonimizda, ya'ni Center masjid, yangi Chek masjidi. Bu ikkinchi yotoqxonamiz, kichiklar yotoqxonasi. Har bir xonaga alohida batareykalar qilib ketilingan. Bu yer bo'lsa 3-xonamiz. Ya'ni bitta xonani detskini o'g'il bolalarga, ikkinchi detskini qizlarga qilishgan. Va oxirgi xonamiz, xo'p, burchakda joylashgan, yana umumiy sanuzelimiz. Insonga nima qulaylik kerak bo'lsa, hammasi mavjud. Bozor, maktab, bog'cha, masjid deysizmi, apteka, barcha qulayliklar mavjud. Bugungi kunda aytib o'tganimizdek, boshidagi eng asal qaymoq joyi narxida, bugungi kunda bu xonadonimiz narxini siz azlarga 102 ming AQSh dollarga tushirib qo'ydik. Inshaalloh quyidagi raqamlarga telefon qilsangiz, qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum.